tibbiyotda biz son ko'rsatkichlariga erishdik, lekin sifat masalasini qanday ko'tarmoqchimiz degan savolga yechim topish uchun to'liq xalqaro ekspertiza jalb qilindi va buni butun dunyo qo'llagan tajribasida akkreditatsiyalash, ya'ni milliy akkreditatsiya tizimini joriy qilish bo'yicha ishlar olib boriladi. Kelgusida maqsadimiz bor, nafaqat O'zbekistonda, qo'shni davlatlarda bizning markazimiz mutaxassislar tomonidan akkreditatsiya tizimini akkreditatsiyalash ishlarini ham yo'lga qo'yish maqsadi. 2025-yilda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan biz respublikamizning nodavlat tibbiyot tashkilotlarining 329 ta nodavlat tibbiyot muassasasiga tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziyalar berildi. Umumiy xizmatlarni qamrovi bo'yicha xususiy tibbiyot bugungi kunda 30% dan oshiqroq xizmatni qamrab olgan. Qolgani hammasi davlat ulushiga to'g'ri keladi. Litsenziyalash tartibini ham xususiyga ham davlatga bir xilda joriy qilish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Farmon loyiha tayinlangan, butun dunyo tajribasida sifatli akkreditatsiya tizimi bilan belgilangan. Litsenziyalash borasida biz hozir Cloud kabinet elektron tizimini qo'yganmiz. Bu o'sha bugungi kundagi bor inshoot obyektlarimizni infratuzilmani tahlil qilish hamda inventarizatsiyadan o'tkazib, otsenka qilish, ya'ni baholash imkoniyatini beradigan tizim yaratgan.